Videoga o'ylayapti. Assalomu alaykum. Navoiy shahar Dinil patologda ishlayman. Sinfdosh akalarim, birodlarim. Vaqtiga arzim sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Savol. Qarang, sizga shunday savol bersak, o'zi nima soha bo'yicha ishlaysiz? Bitta. Natijali patolog. Yana qanaqa sohalar bo'yicha xizmat faoliyatini olib borasiz? Futbol, sohamiz ko'p. Rosa harakatchan, talabchan inson ekanlar. Omadlarni bersin. Bitta siz uchun o'zingizda yo'nalishingiz bo'yicha savol. Yo, bor. Kim savol beryapti? Savol bu abi. Qolmabdi? Qolmadi deyman deydi. Sklachin qaraysizmi? Savolni shikchi beradilar. Bo'lmasa qarang. Siz materialni o'ldingiz, zakaz berdingiz. O'shandan oldin o'lchash kerak. Lekin patolog o'lchashga borgan joyimiz razmerlama tepamizga qarasak, ajoyib bir xon bor ekan tepada ham. Ana shuning ichiga ham patolog to'lsa bo'ladimi? Bo'lsa bo'ladi, aka to'g'ri Ajoyib. Lekin qarang, buni figurasi bir tomon uchidan boshlanib, yoysimon bo'lgan. Bu tomoni ham xuddi shunday ekan. To'yxonamizning tashqi fasadlari, ko'rinishlari shunday ekan. Bunga qanday qilib o'lchash kerak? Siz birinchi marta o'lchayotgan bo'lsangiz, qanday razmer olasiz? Biz alohida zamirchilarimiz bor, sog'liqqa zamirchimiz javob beradi. O'zlarini bo'yinlaridan sirasi boshqaga yukladi. Boyib gap yo'q. Zamirchikni chaqiramiz. Zamershik. Albatta. So'ngidan marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchi, tanishtirsangiz o'zingizni, marhamat. Ismim Sherzod, lider national patolog kompaniyasining boshlig'isi. Tabriklaymiz, omadingizni bersin. Qarang, men shogirdingizga shunday bir savol berdim. Siz birinchi marta o'lchayapsiz dedim. Materialimiz xuddi shunday, patolog tortadigan joyimiz figurali. Siz birinchi marta o'lchashingiz qanday qilib o'lchagan bo'lardingiz? Bizda qolgan ishtirokchilarimizga o'rnak sifatida, ma'lumot sifatida manfaati bo'lardi, bitta ma'lumot berib qo'ysangiz. Marhamat. Yomon qiyin savol.